Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchi qarindoshlar. Qur'on bo'liqi programmamizning 14-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli radio anglovchilar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom dunyosida parlagan yulduz ustoz Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Inshaalloh bugungi 14-sonimizda bu kitob eng asosliq iloh, Rob, ibodat, dindan iborat bu 4 kategoriya haqida nəhayət güzel bir təfsili halətə düşəndirilən bu başqa bugünkü 14-son programımız ibadet haqqındakı mavzumuzun başlanıdı. Diqqətinizlər radiomuzda bolsun. Mikrofon aldıda Abdullah Yalqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أن güzel حمد سنالر ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en pak durut salamlarımızı yollagandan keyin bugünkü mavzumuz ibadet. Biz aldı bilen bu ibadet degan so'zninki lug'atdagi uqumlari haqida tahlil yurgizib baqayli. Arab tilida ubuda, ubudiyya va yoki abdiyya degan so'zlarning asli ma'nosi baş egish ve tövençilik qilish deganni bildirdi. Yani itoatiga tava bo'lish, rom bo'lish, birovga itoat uchun va qanday xolisi shunda xizmatga selishi uchun hech bir e'tiroz, bo'yin tavliq bo'lmagan holda bosh egish deganni bildirdi. Dal mushu e'tibordan arab xalqi insonning minishiga butunlay rom bo'lib ketgan. Yani ögünüp ketken tögünümü ba'irun muabbad deb ataydı. İnsanның minişige bütünley ram bulup yani ketken, künüp ketken şu bir tögünümü ba'irun muabbad deb ataydı. Kişiler dessa bir yanchilib bir yol şekillenip kalgan şu yolnumu tariqun muabbad deb ataydı. Mana bu asli ma'nosidan qulluq qilish, itoat qilish, cho'qinish, xizmatkorlik, bog'lanish, cheklanish qatorliq 5 xil uqumlar kelib chiqqan. Ibodat degan bu so'zningki bu yuqoridagi lug'at ma'nolariga asosan qulluq qilish, itoat qilish, cho'qinish, xizmatkorlik, bog'lanish, cheklanish qatorliq 5 xil uqumlar kelib chiqqan. Hamda arab tilining eng katta lug'at kitobi Lisanul Arabda bu haqda bayon qilingan sharhlarning xulosasi tovandikicha. Birinchisi al-abdu al-mamluk xilaful hur. Yani abd deganlik birovning mulki deganlik bo'ladi. Bu so'z azod degan so'zning dal aksidir deb bayon qilingan. Masalan, ta'abbadar rajul desa, bu deganning ma'nosi u bir odamni qul qilib oldi. Uningga qulg'i qilgandek muomala qildi deganni bildirdi arab tilida. Va yoki abbadahu, a'budu va yoki bo'lmasa i'tabadahu deganlarning ma'nosi mu dal shuningdek bo'ladi. Bir hadisda mundaq deyilgan: "Salasatun ana khasmuhum. رجل اعتبد محررا وفي رواية
a'bada muharraran. Men qiyomat kuni 3 xil kishiga qarshi da'vogar bo'laman, deydi Rasululloh. Ularning biri biror ozod kishini qul qilib olgan yoki qulni ozod qilgandan keyinmi yana uningga qulg'i qilgandek muomala qilgan kishidir degan. Qur'oni Karimda Musa alayhissalom Fir'avnga sening menga minnat qilgan yaxshiliqing İsrail avlodini banda, ya'ni qul qilib olganligingdir deydi. Ikkinchi turga kelsak, lug'atdagi ma'nosiniki, lisonul arabdagi ikkinchi keltirilgan misolga kelsak, al-ibada at-ta'atu ma'al khudu'. Ya'ni to'liq itoatmanlik bilan bo'ysunish ibodat deyiladi. Butunlay to'liq itoat bilan bo'ysunish ibodat deyiladi. Masalan, abadat tag'ut ay ata'ahu. Tag'utga ibodat qilish deganlik uningga itoat qilish, ya'ni uningga itoatman bo'lish deganlikdir. Shuningdek, iyyaka na'budu, sana ibodat qilamiz deganlikmi? Nim degan bo'ldi desa, ay nuti'u ta'atallati yakhda'u ma'aha. Biz sana to'liq itoatkorlik bilan itoat qilamiz deganlik bo'ladi. Masalan, u'budu robbakum, Robbinglarga ibodat qilinglar deganlikmi? Ay ati'u robbakum. Buning ma'nosi nima desa, Robbinglarga itoat qilinglar deganlik bo'ladi. Endi Fir'avnning Musa bilan Harunning qavmi bizning obidlarimiz, ibodat qilguvchilarimizdir deganligi, ular bizga itoat qilguvchilardir deganlik bo'ladi. Fir'avnning bu so'zi Musa bilan Harunning qavmi, Musa bilan Harunning qavmi bizning obidlarimiz, ya'ni bizga ibodat qilguvchilar bular deb shundoq deganligi Fir'avnning, ular bizga itoat qilguvchilardir deganlik bo'ladi. Chunki qandoqli kishi podshohga itoat qilsa, u podshohning obidi, ya'ni ibodat qilguvchisi bo'lgan bo'ladi. Qandoqli bir kishi bir podshohga itoat qilsa, uningga bo'ysunsa, shu podshohning obidi, ya'ni ibodat qilguvchisi bo'lgan bo'ladi. Ibnul Ambari bu haqda palani obid deganlik u o'z xo'jayiniga itoat qilguvchi, xo'jayinining hukmiga rioya qilguvchi deganlik bo'ladi deb shundoq degan. Endi uchinchi xil lug'atdagi ma'nosiga kelsak, abadahu ibadatan va ma'badan va ma'badatan ta'allaha lahu. Ya'ni uningga ibodat qildi deganlik uningga cho'qinganlikni bildiradi. At-ta'abbud at-tanassuk, ya'ni ibodat qilish deganlik birovga sig'ing'uchi, tiving'uchi va cho'qing'uchi bo'lishni bildiradi. Bu haqda ma'lum bir shoir mundaq degan: Aral mala 'indal bakhilina mu'abbada. Ko'rdimki, bexillarga nisbatan cho'qinish obyekti puldir. Endi to'rtinchi ma'nosiga kelsak, abadahu aw abada bihi lizamuhu falam yufariqhu. Ya'ni bu yerdagi abadahu yoki abada bihi deyishning ma'nosi nima deganda, u uning bilan bog'lanib ketdi va hargiz ayrilmadi deganni bildiradi. Shu o'zi nimaga bog'lanib ketgan bo'lsa, nimaga tivinib ketgan bo'lsa, shuning bilan bog'lanib ketdi va hargiz ayrilmadi deganni, hamda u uning peshiga esilib hargiz qo'yib o'tmadi deganni bildiradi. 5-chi ma'nosiga kelsak, ma abadaka anni ay ma habasak. Ya'ni qandoqli bir kishi birovning yeniga kelishdan to'silib qolsa, birov uningdan ma abadaka anni, seni qandoq narsa mening yenimga kelishdan to'sib qo'ydi deb so'raydi. Endi yuqoridagi bu butun tahlillar shuni ochiq ko'rsatib beradiki, abada degan so'zning asosli ma'nosi birovning hukmronligini va ustunligini e'tirof qilib, o'zining ixtiyoriy erkinligidan voz kechishni, uningga qarshi e'tiroz
boyun tavliqlarni tashlab, uningga ram bo'lishni bildirdi. Mana bu dal bandichilik va qulluqning haqiqati. Shunlashqa bu so'zni anglash bilan har qanday bir arabning ideyasida shakllanadigan tunji tasavvur bandichilik qilish va qulluq qilish tasavvuridan iborat bo'ladi. Qulning qiladigan ishi o'z xo'jayiniga itoatman bo'lish bo'lganligi uchunla bu so'zdan itoat qilish degan ikkinchi ma'naviy tasavvur kelib chiqqan. Navoda qul o'zini xo'jayiniga butunlay topshirib o'tgan bo'lib qolmasdan, balki yana aqida jihatda xo'jayinining ustunligiga qoyil bo'lib, uningga bo'lgan qulluqini e'tirof qilsa, hamda xo'jayinining qilgan yaxshiliklariga nisbatan tashakkur va minnatdorlik tuyg'usida bo'lsa, chuqum u xo'jayinini katta bilib ulug'lashnimi oshirib qilishga boshlaydi. Har xil yo'llar bilan ihsonni e'tirof qilganligini izhor qilib turadi va xilma-xil qulluq faoliyatlarini bajo keltirishga boshlaydi. Mana bu xil faoliyat ibodatning dal 3-chi ma'nosi bo'lgan cho'qinish degan nom bilan ataladi. Ammo bu tasavvur xo'jayinning oldida qulning beshili egilib qolmasdan, qalbimi tang egilganda ondan ibodatning, ya'ni cho'qinishning uqumi ichiga kirgan bo'ladi. Qolgan ikki xil tasavvurga kelsak, ular ibodatning asosli tasavvuri emas, yuzaki tasavvurlari bo'lib hisoblanadi. Hamda ibodat degan so'zning Qur'onda ishlatilishi. Yuqorqi lug'at tahlilidan keyin Qur'onga murojaat qilib qaraydigan bo'lsak, pak kitobimizda bu so'zning dastlabki 3 xil ma'noda ishlatilganligini, ba'zi joyda birinchi ma'nosida, ba'zi joyda ikkinchi yoki uchinchi ma'nosida ko'zda tutilganligini, yana ba'zi joylarda birinchi ham ikkinchi ma'nosi birlikda, yana ba'zi joylarda har 3 yil ma'nosi birlikda maqsad qilinganligini ko'ramiz. Oldi bilan ibodatning qulluq va itoat ma'nosida kelgan misollarni diqqatingizga sunamiz. Bu birinchi va ikkinchi ma'nosiga oid misollar tuvandikicha. Allah subhanahu va taala Sura Mu'minunning 45-oyatidan 47-oyatigacha mundaq deydi. Ondan Musa va uning qarindoshi Harunni alomatlarimiz bilan va uchuq pokit bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga avatdiq. Ular hakovurlik qilib, manmanchilik qilishdi. Chunki ular hukmronlar edi. Ular biz o'zimizga o'xshash ikki oddiy insonning so'ziga kiramdiq. Halbuki ularning qavmi bizning bandalarimiz, ya'ni qulga o'xshash chakarlarimiz tursa deyishdi. O'ylab baqayli. Musa alayhissalom bilan uning qarindoshi Harunni alomatlarimiz bilan uchuq va pokit bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga avatdiq dedi Alloh subhanahu va taolo. Elchi payg'ambar qilib. Ular hakovurlik qilib, manmanchilik qilishdi, chunki ular hukmronlar edi. Ular deyishdiki, biz o'zimizga o'xshash ikki oddiy insonning so'ziga kiramdi. Bularmi bizga o'xshash oddiy bir inson to'sa? Halbuki ularning qavmi, ya'ni Musa alayhissalom bilan Harun alayhissalomning qavmi bo'lsa, bizning bandalarimiz tursa bular, ya'ni bizning qullarimiz, chakarlarimiz tursa bular deyishdi. Allah subhanahu va taolo yana Sura Shu'araning 22-oyatida shunday deydi. Fir'avn Musa alayhissalomga seni biz uyimizda o'zimizning bu sarayimizda kichikingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi deb ta'na qilganda, Musa alayhissalom uningga javoban, sening menga minnat qilgan yaxshiliqing Isroil avlodini bandi qilib olganligingdir, ya'ni qul qilib olganligingdir deb javob bergan.
Endi bu her ikki oyatda ibodat degan so'z qulluq qilish, itoat qilish va buyruqqa bo'ysunish ma'nosida ishlatilmoqda. Ya'ni Fir'avnning Musa bilan Harunning qavmi bizning obidlarimiz deganligi, Fir'avnning og'zidan chiqib Musa va Harunning alayhimussalom bu ikkisining qavmi bizning obidlarimiz, ya'ni bizning qullarimiz deganligi, bizning qo'limiz va bizning farmonimizga bo'ysunuvchilardir deganlik bo'ladi. Musa alayhissalomning Fir'avnga sen Bani İsrail qavmini o'zingga banda qilib olding deganligi nima ma'noni bildirdi desangiz, ularni qul qilib olding, ularni ko'ngling tortgan ishga soladigan xizmatkor qilib olding deganlik bo'ladi. Allah subhanahu va taolo sura Baqaraning 172-oyatida shunday deydi: Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iymon etquchilar, agar sizlar haqiqatan bizga ibodat qiladigan bo'lsanglar, agar sizlar haqiqatan bizga ibodat qiladigan bo'lsanglar, biz sizlarni rizqlantirgan halol narsalardan taraddudsiz yenglar va Allohga shukri ado qilinglar, deydi Alloh subhanahu va taolo. Endi bu oyatning vaziyat, sharoit jihatdagi orqa ko'rinishi shuki, ayni chog'dagi arab xalqi o'zining diniy peshvolarining buyruqlari asosida hamda ajdodlarining xurofiy qarashlari asosida yemak ichmakka qarata xilma-xil cheklimlarni belgilab olishgan bo'lib, ular islomni qabul qilgandan keyin Alloh taolo ularga agar sizlar haqiqatan bizga ibodat qiladigan bo'lsanglar, bu barliq cheklimlarni yo'q qilinglar va biz sizlarga halol qilib bergan narsalarni halol bilgan holda taraddudsiz yanglar deb buyurgan Alloh subhanahu va taolo. Buning o'p-o'chuq ma'nosi nima degan bo'ladi desangiz, agar sizlar rostilla buzurib peshvolaringlarning va rohib kalollaringlarning bandisi bo'lmay bizning bandimiz bo'lsanglar, hamda rostilla sizlar ularga bo'ysunish va itoat qilishni tashlab bizga bo'ysunib itoat qilishni qabul qilgan bo'lsanglar, undaqda halol, harom, joiz, nojoiz masalalarida ularning tuzgan prinsiplarini tashlab bizning qonunimizga agishishinglar lozim deganlik bo'ladi. Shunlashqa bu joydami ibodat degan so'z qulluq va itoat qilish ma'nosida ishlatilgan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala yine Sura Maidaning 60-oyatida shunday deydi: Aytqinki, sizlarga fosiqlardan Allohning dargohida buningdan yomon oqibatli kishilarni aytib beraymi? Qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Aytqinki ey Muhammad sallallahu alayhi va sallam, sizlarga fosiqlardan Allohning dargohida buningdanmi yomon oqibatli kishilarni aytib beraymi? Alloh ularga la'nat qilgan, Allohning g'azabi ularga yoqqan, Alloh ularning tog'utga ibodat qilgan bir qismini maymun va cho'shqiga aylantirgan. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Nahlning 36-oyatida shunday deydi: "Va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Alloha wajtanibu at-taghut." Biz har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, tog'utga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb ta'lim berish uchun payg'ambar avatduq deydi Alloh subhanahu va taolo. Allah subhanahu va taolo sura Zumarning 17-oyatida yana bunday deydi: "Vallazina ijtanabu at-taghut an ya'buduha wa anabu ila Allohi lahumul bushra." Qandaqki kishilar tog'utga ibodat qilishdan o'zini tortib Alloh tarafga murojaat qiladi ekan, ularga xush xabar beriladi.
Endi bu her uchala oyatda ishlatilayotgan tağutga ibodat qilish degan so'z tağutga qulluq qilishni va itoat qilishni bildiradi. Xuddi biz ilgari tushuntirib o'tganga o'xshash, Qur'oni Karimning istilohi, ya'ni terminologiyalik atalg'ularida tağut degan so'z Allohning ziminida Allohning bandalarini o'ziga banda qilib olib, o'z hukmini yurgizadigan zo'rluq zo'mbuluq bilan yoki aldab tamolandirish bilan va yoki ozg'un ta'lim tarbiyalari bilan kishilarni o'zining buyrug'iga bo'ysunadigan qilib olgan har bir hukumatni, har bir hukmdorni, shundaqla har qaysi peshvo rahbarlarni bildiradi. Tağutning ma'nosi. Tağutning ma'nosi Qur'oni Karimning istilohi atalg'ularida, terminologiyalik atalg'ularida tağut degan so'z ma'nosi buning nima deganda, mushu Allohning ziminida Allohning bandalarini o'ziga banda qilib olib, o'z hukmini yurgizadigan zo'rluq zo'mbuluq bilan yoki aldab aldash bilan yoki tamolandirish bilan va yoki ozg'un ta'lim tarbiya orqali kishilarni o'zining buyrug'iga bo'ysunadigan qilib olgan har bir hukumatni, har bir hukmdorni, shundaqla har qaysi peshvo rahbarlarni bildirdi. Xuddi shuningdek bu xildagi hukumat va hukmronliklar oldida, shundaqla yetakchilik va rahbarlik oldida itoatga bosh egishmi, shularning bandichiligini qabul qilganlik, shularga qul bo'lishni qabul qilganlik bo'lib hisoblanib, ularning hukmiga bo'ysunganlik tağutga ibodat qilganlik bo'lib hisoblanadi. Hurmatli radio anglovchi qarindoshlar, Qur'on buluqi programmamizning 14-soni bugun vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo umr bersa, kelar qadimgi programmamizda sizlar bilan ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Hurmatli qarindoshlar, ijobatli duolaringlarda butun dunyodagi qarindoshlaringlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ham duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.